Men Farhod Nurbek, Toshkent kimyo texnologiyasi instituti neft va gaz kimyoviy texnologiyasi kafedrasi 3-bosqich talabasiman. Mening bugungi mavzuyim mazotni vakuumda 2 bosqichda haydash. Mazotni vakuum sharoitida 2 bosqichda haydash 2 variant asosida amalga oshiriladi. Bu birinchi variant yengil va og'ir gazoillar olishda, ikkinchi variant moy distilyatlari olishda ishlatiladi. Jarayonning asosiy sxemasi bizda xom ashyo mazot 3-chi pechga kirishdan oldin ikkita oqimda ishlayotgan issiqlik almashtirgichlardan o'tadi. Ular 28, 29 va 22. Birinchi oqim 24 va 25 lardan o'tib, ikkinchi oqimga o'tkaziladi. Birinchi va ikkinchi issiqlik almashtirgichlar qurilmadan chiqayotgan gudron hisobiga qiziydi. Xomashyomiz mazot 3-pechga yuboriladi va u yerda mazot 435 gradusga qiziydi va undan moy distillyat va gudron ajralib chiqishi uchun bizga 6-vakuum kolonna xizmat qiladi. Moy fraksiyasi 7-yig'gichga to'planadi va 5-nasos gudron 5-nasos yordamida 23-issiqlik almashtirgich qurilmasi va 32-sovutgichga sovitiladi va uning bir qismi vakuum kolonnaga yuboriladi. Moy distillyati 7-yig'gichga to'planadi. Unda 7-nasos 28-issiqlik almashtirish qurilmasi 21-bug'li isitgichga qizdiriladi va kolonnaning o'rta qismiga yuboriladi. Moy distillyati balans miqdori 7-yig'gichdan 9-nasos yordamida 10-pechga uzatiladi va u yerda 385 gradusga qizdiriladi. Va u yerdan 13-kolonnaga o'tkaziladi. 13-vakuum kolonnasiga o'tkaziladi. Va u yerdan 14-bug'li seksiya orqali avtol 24-issiqlik almashtirish qurilmasiga o'tkaziladi va u yerdan 26-27 sovutgichlardan sovitilib silindr distillyati hisoblanadi. Avtol distillyati 16-nasos yordamida tortib olinib, 11 va 12 sovutgichlarga sovitilib 13-kolonnaga 3 oqim bo'yicha yuboriladi. Gudron markazdan qochma turdagi 19-nasos yordamida o'z issiqligini qurilmadan chiqib ketgunga qadar birinchi va ikkinchi qurilmadan oqib o'tayotgan mazotga o'z issiqligini beradi.